Mana keyingi mashinamiz Cobalt. Aka yili nechi buni? 2018 ga 19 ekan. Motorlari yaxshi holatda. 187 ming yurgan, halol o'zini probegi. Hop, balonlari yaxshi holatda. Mashina tayyor. Hop, salon qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana chexol polilar taqilgan. Mexanika ekan, monitorlar qo'yilgan. Metan aka 4-nechinchi pokoleniya? 3-pokoleniya. Ochib yuborasiz, ko'rsak. Metan 4-pokoleniya. Kraska toza mashina aka. Bir arqa eshikka darvoza tekkan. Orqa eshikka darvoza tekkan, vakuum qilingan. Aka buni qancha deyapsiz? 105 ming. 105 million. Kelishadigan joyi bormi? Telefon nomerini aytasizmi? 99lik 273 1993. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Hop, keyingi avtomashinamiz Nexia bir legenda degani shu. Hop, chexol poliglari yaxshi holatda. Yurgani ko'rinmayapti. Mashina ideal holatda. Tom qismida panoramalar ham bor ekan, luklar. Kraskasi aka? Kraska bor. Bor, bitta joyida bor. Dari yo'q. Balonlari yangi holatda. Kalpaklar to'qilgan 4 ta motor. Aka yili nechi buni? 2006 ha? Mana mashinamiz yon tomonlaridan ko'rsatib o'taman. Yaxshi mashina. Aka buni qancha deyapsiz? 38 million. Kelishadigan joyi bor, Telefon boyagi o'sha nomer. Yo'lak. Xo'p, rahmat. Bozoringiz bersin.